Shu pul kirish kerak bo'lgan sana, misol uchun 30-iyun. Pullar texnikasini sizga metodini bu videoda o'rgataman. O'tgan safar storiesimga qo'yganimda bitta qiz menda rostdan ishladi, o'chib ketib qoldi, keyin storiesizdan menga tashlab bering bu videoni dedi. Boshqa qizlar ham juda ham ko'p so'rashdi bu texnika haqida. Rostdan ham bu texnika ishlaydi. Mana bu texnikani ishlatib mashina olganman. Isriga bu videoni video chiqarishdan oldin yana bir marta o'zim sinab ko'rmoqchi edim. Sinab ko'rdim. Bu texnika bugun mana shu yozgan sanamga ishlab berdi. Yana shu uchun sirabnoma bo'lishmoqchiman. Qaranglar, nima qilasizlar. Oddiy daftar tutasizlar. Bismillahirrohmanirrohim deb boshlaysizlar. Pullar tez. Allohga oson. Mana бесконечность. И mamga o'zingizlar isminglarni yozasizlar. Misol uchun isminglar. И bo'tga shu pul kirish kerak bo'lgan sana, misol uchun 30-iyun. И buni atrofini shariklar bilan to'ldirib chiqasizlar. Mana shariklar bo'lishi kerak. Yo'lda uchta. Hozir shoshilib chizolmay, shu xabarlarni yozib qo'yishga kerak. Summani yozib chiqasizlar, misol uchun 20 ming deydi, misol uchun. Prosta taqollaman bu narsani 20 ming, kimdirga 2 ming kerak, kimdirga 1000, kimdirga 100 dollar farqi yo'q, 20 ming deb olamiz, misol uchun. Hozirgi vaqtda bizga kerak bo'lgan summa. И pastidan ya malikul mulk deb yozasizlar. Ya malikul mulk deb 3 marta yozishingiz kerak bo'ladi. Ketidan 3 marta ya robbim deb yozishingiz kerak bo'ladi. Ya robbim Allohumma inni as'aluka deb yozasizlar. Inni bir 3 marta. Ben yozib chiqqanidan keyin bu summa sizga nima uchun kerakligini yozasizlar. Allohim 20 ming dollar menga uchun kerak. Allohga oson. O'zingdan o'zgaga muhtoj etmasdan yordam ber. Qolgan narsalarni ham shu shukronaliginglarni uzunroq qilsanglar o'zingizga foyda bo'ladi. 100% ishlaydigan texnika. Allohdan o'zingizga hech qachon muhtoj qilmasin, Allohim.